Narxda rasprodaja berib yubordik. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham qalin sifatli, eng hadovoy ketayotgan rasvetkalardan sizlarga gilomimiz 100% klassik uslubda to'qilgan Samarqandda sak zavodida ishlab chiqariladi. Bilasizlar, sak zavodi dunyoda gilam ishlab chiqarish bo'yicha 3-o'rinda turadi. Hozirda biz 12 ta viloyatga kelishilgan holda dastlabki xizmatlarni ham qilib beryapmiz. Shuning uchun bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilib, o'zlarining kerakli bo'lgan ma'lumotlarni so'rab bilib olishlaring mumkin. Sifatlariga bitta baho berib qo'yinglar. Narxlarini aytishga o'zim ham hayajonlanib ketyapman, chunki bunaqa narxda, bunaqa gilomlarni hech qayerdan topa olmaysizlar. Любой joydan narxlarni solishtirib, surishtirib, urushtirib kelaverasizlar. Bu videoda birinchi bo'lib kim ko'rayotgan bo'lsa, o'sha odam eng baxtli odam, chunki bugun gilomlarga narxda rasprodaja berib yubordik. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham qalin sifatli, eng hadovoy ketayotgan rasvetkalardan sizlarga ko'rsatib o'taman. Gilomimiz razmeri 3x4, sifatlari juda ham a'lo darajada. Narxlarni albatta videoda oxirida aytib o'taman. Videoda o'tkazib yubormanglar, oxirigacha ko'ringlar. Oxirigacha ko'rsalaring sizlarga videoda oxirida bitta sovg'amiz bor, uni ham bilib olishlaring mumkin. Videoda birinchi gilom haqida to'liq ma'lumot beraman. Undan keyin oxirida hamma narsa haqida batafsil aytib beraman. Ko'rishlaring mumkin. Gilomimiz juda ham ajoyib. 2023-24-yillarda juda ham trend bo'lgan. Hozir ranglari sal o'zgardi, lekin moviy svet hozirda ham trend. Chunki pardalar, mebellar hozir shu gilomlarning rangida bo'lib chiqyapti. Ko'rishlaring mumkin. Gilomimiz ikkala chekkasida popiylari bor. Qalinliklari juda ham qalin. Materiallari momiq bo'ladi. O'zida hech qanday zarralarni ushlab qolmaydi. Gilomimiz juda ham sifatli, razmerlari 3x5. Ko'rishlaring mumkin. Narxi ishonaveringlar, sizlar kutgandan ancha arzonroq chiqadi. Agar sizlar o'ylagandan ancha arzonroq aytadigan bo'lsam, kanalimga like, podpiska qilib qo'yasizlar. Mana shunaqa videolar o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosib, yaqinlaringga jo'natib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu birinchi rasvetkasi. Ikkinchi rasvetkaga o'tamiz. Oxirida manzillarni, narxlarni to'liq aytib o'taman. Keyingi rasvetkaga o'tamiz unda. Hurmatli obunachilarimiz, bu ikkinchi rasvetkasi. Ko'rishlaring mumkin. Sifatlari juda ham a'lo darajada, materiallari juda ham momiq bo'ladi. 100% polipropilen materialdan ishlab chiqarilgan, oq, ko'k, bej ranglari kombinatsiya bo'lgan. Gilomimiz 100% klassik uslubda to'qilgan Samarqandda sak zavodida ishlab chiqariladi. Bilasizlar, sak zavodi dunyoda gilam ishlab chiqarish bo'yicha 3-o'rinda turadi. Bilgan biladi sak zavodini. Juda ham ajoyib, budjetli narxda yubqa bas. Bundan keyin yana 1-2 xil yubqa variantlari bor. Juda unaqa qalin ham bas. Narxlari ham juda ham budjetli, ayniqsa Yormozor gilom markazida. Faqat bu narxlarni bizdan topasizlar. Faqat YouTube obunachilari uchun amal qiladigan narxlarimizni reklama qilib boryapmiz. Ana shuning uchun bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bunaqa narxlarni faqat bizdan topasizlar. Gilomimiz razmeri 3x5. Sifatlarini tanishtirib o'tdim. 100% polipropilen materialdan tayyorlangan. Mana materialni ham ko'rishlaring mumkin. Hech qanday o'zida zarralar ushlab qolmaydi. 5-10 yil beminnat xizmat ko'rsatadi. Juda ham ajoyib. Rasvetkasini ham ko'rishlaring mumkin. Bemalol молочный обоylarga yo bo'lsam oq atachentolarga tortaveradi. Rasvetkasini yaqindan bitta ko'rsatib o'taman. Gilomimizning narxini videoda oxirida aytib o'taman. Hamma savollaringiz javobni videoda oxirida olasizlar. Shuning uchun videoda boshidan bitta like bosib qo'yinglar. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Bugungi narxlar sizlarni lol qoldiradigan darajada arzon bo'ladi. Bundan keyingi rasvetkaga o'tamiz unda. Mana ketdik. Hurmatli obunachilar, ko'rishlaring mumkin. Rasvetkasi juda ham chiroyli bo'lgan. Молочный bejviy kombinatsiya bo'lgan. Ranglari juda ham chiroyli. Gullari neobichniy, o'rtadagi guli o'zini razmeriga nisbatan kattaroq qilib ishlab chiqarilgan. Bu esa uylaringni kengroq qilib ko'rsatishga yordam beradi. Uylarni 3x5 razmeri o'zi sal ensizroq hisoblanadi. Shuning uchun rasvetkasi juda ham ajoyib chiqadi shu razmeriga. Ayniqsa sifatlarni ko'rishlaring mumkin. Sak zavodda ishlab chiqariladi. Rich nomli gilom. Narxlari juda ham eksklyuziv chiqqan. Videoda boshida aytib o'tganimdek rasprodaja bo'lib ketdi gilomlarimiz. Sizlarga ilinyapman shunaqa narxlarda. Shuning uchun videoga like bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlab tursalaring, bundan-da arzon, bundan-da chiroyli gilomlarni obzor qilishda davom etamiz. Hozirda biz 12 ta viloyatga kelishilgan holda dastlabki xizmatlarni ham qilib beryapmiz. Shuning uchun bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilib, o'zlarining kerakli bo'lgan ma'lumotlarni so'rab bilib olishlaring mumkin. Sifatlariga bitta baho berib qo'yinglar. Videoda oxirida albatta narxlarini aytib o'taman. Unda biz keyingi rasvetkasiga o'tamiz.
Qani bo'lmasam ketdik. Obunachilar, buni rasvetkasiga bitta baho berib qo'yinglar. Oq hamda moviy smetni kombinatsiyasi 100% klassik uslubda to'qilgan. Rasvetkalari juda ham ajoyib. Materiallarini ham yaqindan ko'rsatib o'taman. Ko'rishlaringiz mumkin, sifatlari juda ham ajoyib. Bu ham Samarqand sakzavod ishlab chiqarilgan materiallar 100% polipropilin bo'lgan. Rich nomli gilom. Videoda oxiriga ham yaqinlashib qoldik. Narxlarini aytishga o'zim ham hayajonlanib ketyapman, chunki bunaqa narxda, bunaqa gilomlarni hech qayerdan topolmaysizlar. Любой joyda narxlarni solishtirib, surishtirib, urushtirib kelaverasizlar. Chunki bunaqa narx faqat bizda bo'ladi. Bizda ham faqat YouTube obunachilari uchun amal qiladigan narxlar. Bizning kanalimiz yaxshi rivojlanyapti. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, like, podpiska tugmalarini bosib qo'ysalaring, obunachilarimiz ko'paygan sari narxlarni tushirishda davom etamiz. Gilomimizni sifatiga va ranglariga bitta baho berib qo'yasizlar. 1 dan 10 gacha. Juda ham ajoyib, klassik uslubda to'qilgan. Moviy aboylarga, pardalarga juda ham yaxshi tushadi rasvetkalari. Ko'rishlaringiz mumkin. Hozircha shu 4 tala rasvetkasi, hammasini razmerlari 3 ga 5. Endi rasvetkalardan sizlarga qaysi biri yoqqanini kommentariyada yozib qoldiringlar. Endilik navbat gilomlarimizni narxiga keldik. Qani bo'lmasam narxlarni aytishga tayyormisizlar? Videoda narxlarni aytishdan oldin bitta like bosib qo'yinglar. Narxlarni sizlarga aytib tanishtirib o'taman. Hurmatli obunachilarim, videoda shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, agar like bosmagan bo'lsalaring like bosib qo'yinglar, podpiska bo'lmagan bo'lsalaring podpiska bo'lib qo'yinglar. Unda birin-ketin gilomlarning narxini aytib o'taman. Birinchi rasvetkasi moviy, chekkalari popili, qalinliklari juda ham ajoyib bo'lgan Turkiya sammesli mahsulotimizni bizdan 1 kvadrat metrini atiga rasprodaja narxda 50% rasprodaja qilib tashadik bu gilomlarga. Razmerlari 3 ga 5. Bu gilomimizni 1 kvadrat metrini 86 ming so'mdan, shu turishini gilomning umumiy qiymati 1 290 ming so'm bo'ladi. 12 ta viloyatga kelishilgan holda dastavka qilib beramiz. Farg'ona shahri ichiga mutlaqo bepul dastavka qilib beramiz. Hech qanday pul talab qilinmaydi. Endi ikkinchi rasvetkasiga o'tadigan bo'lsak, bu ham juda ham ajoyib rasvetka. Любой joyga ranglari, sifatlari tushaveradi. Bu gilomimizni ham 1 kvadrat metrini 86 ming so'mdan, umumiy turishini esa 1 290 ming so'mga sotib olasizlar. Undan keyin 3-chi rasvetkamizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham juda ham ajoyib, klassik uslubda to'qilgan gilom. Buni ham 1 kvadrat metrini bizdan 86 ming so'mdan, umumiy turishini esa 1 290 ming so'mga xarid qilasizlar. Gilomlarimizga katta chegirma qilib, bunaqa narxda qaytib bunaqa gilomlar bo'lmasligi mumkin, chunki sezon boshlanyapti aziz obunachilar. Sezon boshlangan sari narxlar ko'tarilishni boshlaydi. Ayni paytda gilom xarid qilish uchun eng ideal vaqt. Shoshilinglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Biz bilan bog'laninglar. 12 ta viloyatga kelishilgan holda dastavka xizmatini qilib beramiz. Farg'ona shahriga esa mutlaqo bepul dastavka xizmatini qilib beramiz. 4-chi rasvetkaga keladigan bo'lsak, bu ham juda ham chiroyli. Buni ham 1 kvadrat metrini 86 ming so'mdan, gilomning umumiy qiymatini esa 1 290 ming so'mga xarid qilishlaringiz mumkin. Shoshilib qolinglar, gilomlar soni juda ham cheklangan. Shu oxirigacha ko'rganlar uchun videoda oxirida surpriz qilamiz dedik. Mana shu videomiz 48 soat ichida 100 ta like, 50 ta komment yig'adigan bo'lsa, kommentariy ichidan bir ishtirokchini tanlab olib, ana shu insonga 100 ming so'm pul mukofoti tashlab beramiz. Shartlari juda ham oddiy. Bizning kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishlaring kerak. Mana shu videoga like bosgan bo'lishlaring kerak. Kommentariyada esa Любой o'zlaringdan misol fikrlaringni, izohlaringni, maqtovlaringni, yomon fikrlaringni, любой narsani bildiraverasizlar. Biz hammasini qabul qilamiz. Videoga podpiska bosib, like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun sizlardan podpiska kutib qolaman. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Hurmatli obunachilar, bizning Qumtepadagi do'konimiz Qo'shtepa tumani, Qumtepa bozori gilam qatorida 437-do'kon. Bemalol kelib shu yerdan ham gilomlar xarid qilishlaring mumkin. Keng assortimentda har xil vibrlar mavjud. Xuddi shu narxlarda o'zgarmagan narxlar kafolatlangan. Qumtepa bozori 437-do'kon. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol biz bilan bog'lanishlaring mumkin. Telegram kanalimizda Qumtepa bozorimiz uchun lokatsiya ham mavjud. Ona shu yerdan o'tib to'liq manzarada olishlaring mumkin. Farg'onadagi joyimiz esa Farg'ona shahar Kichik Halqa yo'li, Bahor ko'chasi, 18-yo'l,
Arentor, Hammabop choyxonasi hamda Odessa kafelari yonida. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar yoki Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, Telegramda Qumtepa bozorini ham hamda Farg'ona shahridagi skladimizni ham lokatsiyalari bor.